Mana akamiz bilan hozir magnitlarni, magnit deyman, bolus, chip boluslarni hayvonlarga beryapmiz, ha. Bu hammasini registratsiya qilib chiqish kerak, to'g'rimi? Hayvonlar nazorat qilish uchun kasallik yoki iste'mollarini nazorat qilish uchun bu bolus solinadi. Bu bolusga qo'shimcha magnit solinadi. Magnit orqasidan bu beriladi. Bu programmamiz bor. Shu programmamiz orqali buni registratsiya qilinadi. Har biri mana kod teriladi bunga, ha? Terilib, misol uchun qattiqroq gapiraverasiz. Misol uchun bu yerda birinchi o'rinda bor yo'qlarni belgilab olamiz. Shunda beryapmiz. 818 ga mana 2818 ga berishimiz kerak bo'lgan. Buni 2818 bu yerga kiritamiz. 2818. Bu yerda or marka so'raydi mana quloqdagi nomeri. Buni tekshirib olamiz. Molimiz bu yerda turibdi. Bu biz aytgan 2818 sigirimiz. 49818 bilan boshlanyapti. Mana bu yerda 5 talik raqamini olamiz oxiriga. 49818. Ustiga bosib buni saqlanib qilamiz. Shun bilan mana bu bolusimiz tayyor. Buni endi mana bu maxsus apparatdan beramiz. Bunday orqali ichiga beramiz. Bu batareykasi qancha ketadi aka? Bu bitta molni bemalol yashab o'lishiga to'g'ri kelsa kerak. Bu 5 yilga garantiya berilgan firma tomonidan. Endi bu 5 yil degani bu asosan bu to'qish jarayoniga yaqin solinadigan bolus hisoblanadi. Buni degani 5 marta avlod olishga yetadi. Bu 5 marta avlod olgandan keyin mol asosan yaroqliligi yoki go'shtga yoki sut hosildorligiga haligi talablari belgilanib bo'ladi. Shuning uchun ko'pgina fermerlar 5 yil saqlaydi. Birorga fermerlar buni 5 yil muddatdan oldin sotuvga yoki bo'lmasa qossobxonalarga sotib oladilar. Shuning uchun 5 yil maksimaliy minimal yetadigan garantiyasida. Endi bu bilan endi hamma yoq nazorat qilsa bo'ladi. Telefonda app bor o'zini, shu isitmasi, qachon qochishi, suv qancha suv ichgani hammasini mana shu telefonda bemalol kontrol qilib, batamom ma'lumotga ega bo'lib turiladi bu orqali. U qaysi yerda, qaysi burchakda bo'lsangiz ham telefonda ko'rib turaverasiz. Molingiz, hayvoningiz bu nima bo'lyapti? Qayerda bo'lishini telefonda ko'rishlikning asosiy sababi shtatlar guruhlarga bo'linadi. Birinchi guruh, ikkinchi guruh, uchinchi guruh. Misol kompyuter sistemasiga kiritilgan guruhlarda qaysi birida yurganligi ko'rsatadi, lekin hali geolokatsiya taraflama bu hali kuzatib bermaydi, lekin shtalga tegishliligi jarayonini ko'rsatib beradi. Misol uchun 6 ta shtal bo'lsa, sog'ish jarayonida hamma mollar bitta shtalga keladi. Endi sog'ilgandan keyin qayta taqsimlanayotganda har birining o'zini joyiga. Misol ikkinchi shtaldagi 3 ga o'tib qolishi mumkin. Yo 3 taga 4 ga o'tib qolishi mumkin. Shunda bevosita kerakli paytda molni istalgan vaqtda kompyuterga qarab turib qaysi shtal degani ko'rsatadi. Yo aytmoqchi bo'lganim, masalan, egasi misol uchun dam olishga ketdi Italiyaga, molxonada bemalol molini ko'rib turadi degan maqsad aytyapman. Bu shunaqa narsa, misol egasi yo'q deylik, umuman boshqa joyda. Lekin yurak urishi diagrammasini ko'rib turadi. U yurak urishi deganda hali aktivitetlari bor, suv ichishlari bor, brunz debamiz, qochish talablari bo'ladi, shu holatlari bo'ladi. Qisqa qilib aytganda to'liq ma'lumotga ega bo'lib turadi. Bitta jonzotni masalan biz ko'z bilan ko'rib turibmiz, shuni ko'z bilan ilg'ay olmaydigan kasalliklarda ham masalan isitmasi bor. Bunga shularni ham aniqlaydi, to'g'rimi? Shu hamma lan kasalligi deyiladi, oyoq nuqson kasalligi. Endi bu har xil vaziyatlarda yuzaga keladi. Clown kasalligi deyiladi. Shu holatda ham diagrammasi orqali nazorat qilsa bo'ladi. Juda zo'r ekanda endi. Eshitishim bo'yicha boshliq aytuvdi. Qancha? 27 yevromikin donasi buni? Hozirgi narxini bilmadim.
shu 20 yevrodan 30 yevrogacha deyilyapti. Ha, Lekin buni garantiyasi bor. Agar bu defekt chiqib qolsa, qaytariladi. buni qaytib berish iloji yo'q. Hayvonni qorniga solgandan keyin boshqa beriladi. Shu Boshqa sabab- nomer bilanda yana shu uni sababli biz har bir hayvonga kiritgan nimamizni haligi shtam nomerimizni kiritib ketamiz mana. Bu kompyuterda ko'rinmasa shu sanadan boshlab ha, bu defektlik ha, alomatini beradi. tushunarli. Lekin uni o'chirib olib yana boshqa mana bunday Bu o'zi qo'yiladi. avtomatik o'chadi. Defekt bo'lsa magnit maydonidan Aha. radius hisoblanadi. Radiusdan uzoqlashsa bu avtomatik o'chadi. ha, Chunki bu har bir hayvonni qornida bunaqa bo'lisdan ikkita bor. Birida magnit, birida bu ha. mikroelement bor chip. Bu oshqozonda tushib ketmaydi, hayron qolasiz. Mana shunaqa kattalikda ikkita. Endi oshqozonni gapiriladigan bo'lsa, oshqozonda bo'g'in pog'onalari bo'ladi. Ha, Birinchi pog'ona misol ovqatni jamlovchi, ikkinchi pog'ona ovqatni parchalovchi, uchinchi pog'ona bu zahar, u ezib tashlovchi. Asosan bu bolus mana shunday haligi nimaga o'xshab bunday ketgan holatda bo'lsa, spiralga o'xshabdi endi. birinchi chuqurlikka orolchaga tushadi bu. Ha, ha, ha. Birinchi orolchaga tushgandan keyin bu yerda bu o'zini og'irlik hajmiga nisbatan ikkinchi orolchaga Ha, ko'tarib chiqmaydi. xo'p, tushunarli. Qolib ketadi shu Ha, orolcha. ha, tushunarli. U o'tgan taqdirda ham ikkinchi orolchaga boradi yo uchinchisiga. Bu orolchalardan molda oshqozonida 7 tacha bor. Ha, zo'r. Endi bu keyingi videoda endi xudo xolasa mana shu bolusni qanday ishlashini, hayvonni nazorat qilishlarni ko'ramiz. Kelgan kasalliklarni oldini olishni mana shu akamiz bilan, Orjon akamiz shu yerda shu xo'jalikni nima deydi? Hayvonlarni salomatchiligini mana shu orqali aniqlab, unga chora ko'radigan akamiz. Endi shunda endi kompyuterda ko'ramiz, endi bitta molni misol qilib olamiz. Shu telefonimiz nima deyapti, nima kasallikni aytyapti, keyin o'shanga qarab muolaja qilamiz. Yana qo'shimcha qilib aytib qo'ysam, bu bunaqalarni nima deydi? Bu chiplarni o'rnatishimizning maqsadi birinchi mana uje sun'iy qochirilgan. Sun'iy qochirilgandan keyin uni nazorat qilish boshlanadi. Bu degani shu 18 oylikdan keyin bularga bonus beriladi. Shu 18 oylikdan boshlab nazorat qilinadi. Uni qachon tug'ishi hammasini nazorat qilib, tuqqandan keyin qancha sut beryapti, nima qilyapti, hammasi nazorat ostiga olinadi. Bu sababi 500 ta hayvonni ko'z bilan 2-3 ta odam uni aniqlash qiyin. Qaysi biri kasal, qaysi biri oqsalanyapti, qaysi biri o't yedi, hammasini shu telefonda shu ishchilarga appini o'rnatib berilgan. O'shalar hammamiz birgalikda nazorat qilib boramiz.